Amerika manzaralari telejurnali, Amerika siyosati va hayoti, Markaziy Osiyo, xalqaro hamjamiyat, ijtimoiy madaniy yangiliklar. Bularning hammasi bizning haftalik ko'rsatuvimizda. Keremet telekanalida har dushanba 18:30 da. Internetda istalgan paytda. Parabolik antena orqali har kuni Aziasat 3 C to'lqini 340-kanalda. Amerika ovozi, xolis, tezkor va ishonchli axborot manbai. Telejurnalimiz davom etadi. Qo'shma Shtatlarning Osiyoga e'tibori oshib bormoqda. Davlat kotibi Jon Kerri yaqinda dunyoning bu qismlariga safari chog'ida ittifoqchilarni siz diqqat markazimizdasiz deya ishontirishga urindi. Nima uchun? AQSh Iroq va Afg'onistondagi harbiy qo'shinlarini Osiyo Tinch okeani mintaqasiga ko'chirishni boshlagan. Bu regionda mahkam o'rnashib olish uchun ham diplomatik, ham tijoriy resurslarni ishga solish rejada, deydi davlat kotibi Jon Kerri. Qo'shma Shtatlar Osiyo Tinch okeanida faollikni oshirishga bel bog'lagan va buni prioritet deb bilamiz. Ittifoqchilar bilan mushtarak maqsadlarga erishish uchun Prezident ko'rsatmasiga binoan barcha diplomatik, iqtisodiy va harbiy resurslarni shu hududga yo'naltiryapmiz, deydi bosh diplomat. Amerika Biznes institutidan Michael Oslin tahlilchi, mushtarak maqsadlar deganda nima nazarda tutilayotgani aniq emas. Obama ma'muriyati nima uchun Osiyoga e'tiborni oshirayotganini tushuntirib bera olgani yo'q. G'oya yaxshi, lekin bu qaror ortidagi sabablarni xalqqa yaxshilab tushuntirib berish kerak, deydi u. Yangi strategiya sobiq davlat kotibi Hillary Clinton davrida ishlab chiqilgan. Ammo konkret ishlar ko'zga tashlanmayapti, deydi tahlilchi Doug Bando. Osiyoga doir yangi siyosat ko'p jihatdan Clintonning tashabbusi edi. Bugungi bosh diplomat Jon Kerri ko'proq Yaqin Sharqdagi muammolar bilan band. Falastin va Isroilni muzokaraga ko'ndirish uchun ko'p sa'y-harakatlar qildi u. Diplomatlarga ko'ra Osiyo ham kun tartibidagi bosh masalalardan. Strategiyamiz Xitoyga qarshi qaratilgani haqidagi da'volar asossiz, deydi Kerri. Pekin Vashingtonni Xitoy dengizidagi orollar yuzasidan hududiy tortishuvlarga aralashayotganlikda ayblaydi. AQShning da'vosi shuki, Xitoy regionda o'z hukmronligini o'rnatish uchun tobora agressiv harakatlarga o'tgan. AQSh faktlarga ko'z yumib, bizga qarshi asossiz ayblovlar bilan chiqishi mas'uliyatsizlik, deydi Xitoy Tashqi ishlar vazirligi rasmiysi. Washington ayniqsa Xitoy va Yaponiya o'rtasidagi hududiy bahsga tortilishi tashvish uyg'otadi. Professor Lou Goodman AQSh o'z pozitsiyasiga aniqlik kiritishi kerak degan fikrda. Xitoy va Yaponiyadagi ichki siyosat nizo yanada alanga olish uchun xizmat qilyapti, deydi ekspert. Siyosatshunos Michael Oslinning aytishicha, ittifoqchilar AQShdan nima kutayotganini ham hisobga olmoq zarur. AQSh bilan nafaqat harbiy sohadagi hamkorlikka umid bog'lagan, balki bizdan innovatsion yondashuv kutgan, regionga demokratik g'oyalarni olib kirishda faolroq bo'lishimizni kutgan sheriklarimiz bor, deydi Oslin. Davlat kotibi Jon Kerrining ta'kidlashicha, Qo'shma Shtatlar ASEAN singari mintaqaviy tashkilotlar bilan yaqindan ishlaydi. Unga 10 davlat a'zo, ammo Xitoy kirmaydi. Scott Stearns, Shohrux Hamro, Washington. YouTube'dagi kanalimizda ham bizni tomosha qilishingiz mumkin. Amerika ovozi deb qidiring. Dasturimiz davomida esa sizni qator qiziqarli mavzular kutmoqda.